Bu video Cobalt mexanika minadiganlar uchun qaranglar, bitta bar, bitta rulni 1.950 mingga olishga ulgursangiz, xohlasangiz, bitta like-cha, podpiskacha bosasiz kelaverasiz. O'zi 3 dona yana bor. Qaranglar. Malibu bar bo'ladi chista, mexanika uchun ruchnoy knopkali bo'ladi. Va albatta xohlasangiz sizga Malibu barga mo'ljallab, ataylab Malibu rul anatomiyalisdan chiroyli qilib qo'shib beramiz. Narxi 1.950 ming so'm bo'ladi. Agar yo'q desa sizga mana bu devonachanikidan rulidan qo'yib bersam nima deysiz? O'sha turish rul 1.950 ming bo'ladi. Endi hozir Cobaltga rul bilan bar muhim emas deydiganlar uchun обязательно hozirgi kunda bitta antiradar, bitta pult kerak bo'ladi. Antiradarda ham eng zo'ri va albatta pultda ham eng oxirgi modeli 927 modeli 5 million 350 ming so'm bo'ladi. 3 million 400 ming so'm ikkalasiga qo'shiladi. Eslatib o'tamiz. Siz qolganini ko'rishni xohlasangiz YouTube kanalimizga o'tasizda, qolganini ko'rsangiz bo'ladi. Bu YouTubechilar uchun va davom etamiz. Malibu barni qo'yish uchun albatta 1.950 mingga hamma narsa hal bo'lmaydi. Buni qo'yganimizdan keyin bitta ruchnoyiga motorcha olinadi. Xohlasangiz skorslarni qo'ydirsangiz bo'ladi. Bu yerga rezinchasi bo'ladi, bitta shaxta. Xo'p, sizdan ketadigan xarajat 450 ming so'm motorcha. Bitta shaxta 100 ming so'm turadi. Ustanovkasi 300-350 ming atrofida bo'ladi, kelishingizga qarab. Agar siz Cobaltga rul qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, xo'p, ustanovkasi 200 ming so'm, 150 ming so'm. Agar siz ichidagi knopkalarini, baland-past nimadirlarini terdiraman desangiz, 400 ming, 500 ming atrofigacha o'zingizning terdirishingizga, qo'ydirishingizga qarab narxlanadi. Bu rulni ham shunaqa. Agar siz 927 oxirgi model pult qo'ydiraman desangiz, menimcha ustanovkasi boshqa joylarni bilmadim-ku, bizda o'zimizda 150 ming so'm bo'ladi. Buni olasiz. Bunga bitta Cobalt uchun atashmasam oyna reli qo'yiladi, bitta center zamok qo'yiladi yo yo'qda. Boshqa ish yo'q. Oyna rel 50 ming so'm turadi. Shu bilan ishingiz bitadi. Bunisini ham eslatib o'tamiz. O'zi mantiqan o'ylab ko'rsanglar, buni narxi 2,5 million so'm. 927 eng oxirgi model. Buni ham narxi 2,5 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 3 million 400 ming so'mga xarid qilyapsiz. Bu obunachilar uchun. Buni ustanovkasi 20 ming so'm, 30 ming so'm atrofiga ustanovka beradi. Siz shu videoni ko'rdingiz, agar sizga narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, mamnun qilishimdan bosingda oling. O'zi mahsulot 3 dona yana bor. Sog' shaving, omon shaving.